Qayg'u alam yili. Abu Talibning vafot bo'lishi. Abu Talibning kesili kun sayin ig'irlashib, uzoq o'tmay bu dunyodan vidolashdi. Uning vafoti Be'satning 10-yili Rajab oyida muhosirdan chiqib 6 oydan keyin yuz berdi. Yana bir rivoyatda shu yili Ramazon oyida Xadija radhiyallohu anhodan 3 kun ilgari vafot bo'lgan deyiladi. Sahihul Buxoriyda Musayyab radhiyallohu anhudan naql qilingan bir hadisda Abu Talib vafot tepish oldida turganda Rasululloh uning qishig'iga kirgan. Bu chaqda uning yonida Abu Jahl bor edi va uningga: "Ey tog'a, la ilaha illalloh, ya'ni bir Allohdan boshqa ma'bud barhaq yo'q" degan. "Men mushu bir ig'iz so'zing bilan sen uchun Allohning oldida guvohlik beraman" degan. Abu Jahl bilan Abdullah ibn Abu Umayya uning ko'ziga kirishib olib: "Ey Abu Talib, o'lar vaqtingda Abdul Muttalibning yo'lidan voz kechsang bo'lamdi" degandek gaplarni qilib yurib, oxiri Abu Talib jon uzish oldida Abdul Muttalibning tutgan yo'li bilan degan va shu on ko'z yumgan. Buningga qarta Rasululloh: "Men Alloh tarafidan cheklanmasamla sana mag'firat tilayman" deganda tuvandagi oyat nozil bo'lgan. Payg'ambarga va mu'minlarga mushriklarning ahli do'zax ekanligi aniq ma'lum bo'lgandan keyin mushriklar ularning yaqin tuqquni bo'lgan taqdirdami ularga mag'firat talab qilishi durust emas. Qur'oni Karim sura Tavba 113-oyatlar. Va yana: "Shak shubhisizki sen o'zing xohlagan odamingni hidoyat qila olmaysan." Qur'oni Karim sura Qasas 56-oyatlar nozil bo'lgan. Abu Talibning Rasulullohni qanot ostiga ilib muhofazat qilishi va qo'g'dash jarayonini undaq qo'g'digan, mundaq muhofazat qilgan deb so'zlab o'ltirishning hojati yo'q. Qisqasi u islom davlatining zolim mustabidlar va ahmoq nadonlarning hujumini qo'g'dindigan mustahkam bir po'lat qo'rg'oniga aylangan edi. Lekin u ajdodlarining yo'liga varislik qilish ideyasida qolib qolgan bo'lg'achqa uzil-kesil nijotlik topolmadi. Abbos ibn Abdul Muttalib radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan sahih hadisda u Rasulullohga: "Tag'ang Abu Talibga nimaga asqatding? U seni qo'g'daydi va sen uchun xalqlar bilan dushmanlashatdi" deb so'raganda Rasululloh uningga: "U do'zaxning eng do'ng yerida bo'ladi. Agar men bo'lmagan bo'lsam, u do'zaxning eng chunqur azg'ilida azoblanadi" deb javob bergan. Abu Said Xudri radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan bir hadisda Rasulullohning yonida tag'isining gapi bo'lganda u mundaq deganligini anglagan: "Ehtimol qiyomat kuni uningga mening shafaatim tegib, do'zaxning eng o'ri yerida o'shqiga chiqqudek o'tda azob qilinishi mumkin." Xadija radhiyallohu anhaning Allohning dargohiga uzishi. Abu Talib vafot bo'lib 2 oydan keyin yoki yuqorqi ixtilobiy rivoyatga asosan 3 kundan keyin mu'minlarning onasi Xadija Kubra radhiyallohu anha Allohning dargohiga ketdi. Xadija Be'sat, ya'ni Rasululloh payg'ambar bo'lgan yilining 10-yili Ramazon oyida 65 yoshida olamdan o'tdi. Rasululloh bu chaqda 50 yoshda edi. Shak shubhisizki Xadija radhiyallohu anha Alloh taolaning payg'ambar alayhisalomga ato qilgan katta ne'matlarining biri edi. U Rasululloh bilan 25 yildak birga yashab, uning ansizlik soatlarida ko'nglini yasab esdashlik qildi. Qiyin halqiliq paytlarda qo'llab-quvvatladi. Rasulullohning elchilik vazifasini ijro qilishiga yordamlashdi. Jahonning ochiq-chuchuk badallarini tang to'ladi va uningga o'zining hayoti va iqtisodini atadi. Rasululloh uning haqida: "Hamma odam menga kofir bo'lganda, Xadija menga ergashgan. Hamma odam mollarini mendan qochirib oyoganda, u meni o'z meliga sherik qilgan. Alloh menga uningdan bir qancha farzand ato qildi. Uningdan boshqa ayollardan farzand yuz ko'rmadim" degan. Sahihul Buxoriyda Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilib aytadiki, Jibril alayhisalom Rasulullohning qishig'iga kelib: "Ey Rasululloh, Xadija qo'lida qoch ko'tarib qo'shimcha yemaklik elib keldi. U kelgan amon uningga Parvardigori Alloh taolodan salom o'qigin va uningga jannatda unchi marjondan yasalgan varang-churungsiz bir uy bilan bishorat bergin" dedi. Qatma-qat qayg'u alamlar. Qayg'uliq bu ikki ish bir qancha kun ichida yuz berganlikdan Rasulullohning qalbida dard alam tuyg'ulari ixtiyorsiz yalqinjab ketdi. Uning ustiga qavmi jamoat tarafidanmi qatma-qat aziyat kulfatlar kelishga boshladi. Ular Rasulullohga Abu Talib oyat vaqtida qilishga petinolmagan askirliklarga amdi jur'at qiladigan va yo'lsiz izo ahonat qilishdan tap tortmaydigan bo'lib qoldi. Shunga u g'am ustiga g'am tortib,
oxir ulardan umidini uzdi va Taif aholisini davlatimga ovoz qo'shar yoki menga o'rin berib, ularning ustidan yordamda bo'lar degan umidda Taifga chiqdi. Lekin ulardanmi Rasulullohga panohlik beradigan yoki yordam qiladigan odam chiqmadi. Balki ular Rasulullohga Quraysh qilmagan askirliklarni qilib, qattiq dashnom berdi. Makka mushriklarining zulmlari Rasulullohga qayta mushundoq kuchayganiga o'xshash sahobalarga mu kuchaygan edi. Hatto Abu Bakr radhiyallohu anhu mu Makkadan hijrat qilib chiqib ketishga majbur bo'ldi. U Habashistonga bormoqchi bo'lib, Barkul G'imat degan yerga borganda Ibn Dag'ni degan kishi panohligiga elib Makkaga qaytirib keldi. Ibn Ishoq mundaq deydi: Abu Talib o'lib ketibdi. Qurayshlar Rasulullohga Abu Talib hayot vaqtida qilishga jur'at qila olmagan yomonliklarni qilishga betindi. Hatto bir badbaxt Rasulullohning yuziga urushlab to'p chashdi. Rasululloh yuz ko'zlari to'piga milangan holda uyga kirgan edi. Qizlardan birisi yig'lig'ach otasining beshidagi chang to'zon va to'p tumonlarni yuyib qo'ydi. Rasululloh uningga: "Yig'lamanglar qizlarim. Alloh taolo otanglarni o'z panohida saqlaydi", deydi. U yana aralab: "Abu Talib vafot bo'lgan qadar Qurayshlar menga mushundaq askarliklarni qila olmagan", deydi. Bu yili Rasulullohning beshiga ana shundaq dard alamlar qatma-qat yoqqanlik uchun bu yilni qayg'u alam yili deb atadi. Bu yil tarixda ham mushu nom bilan tanildi. Rasulullohning savdoga o'yilinishi. Rasululloh mushu yili Bi'satning 10-yili Shavvol oyida Zam'ining qizi Savdaga uylandi. Savda eng dastlab musulmon bo'lgan ayollardan bo'lib, Habashistonga qilingan ikkinchi qatimliq hijratga qatnashgan. Uning burunqi eri Sakran ibn Amrimo musulmon bo'lgan edi. Ular er-xotin birga hijrat qilib chiqib, keyin uning eri Habash zaminida yoki Makkaga qaytib kelgandan keyinmi qazo qilib ketgan. Uning iddati chiqqandan keyin Rasululloh uningga xaridorlik qilib amriga oldi. U Rasulullohning Xadijadan keyin tunji nikohiga olgan xotinidir. U bir qancha yildan keyin o'zining Rasulullohdan bo'lgan navbatini Oishaga o'tinib bergan.